Bu go'zalliklarga e'tibor bermasangiz bo'lmaydi. Sizni mashinangiz uchun shuncha mehnat qilyapmiz. Agarda sizni kobaltingiz bo'lsa, rangi oq bo'lsa, qora qilish kerak bo'lsa, polniy salon qilish kerak bo'lsa, diskalar mana shunaqasidan taqish kerak bo'lsa, sizga qanchaga tushadi? Akalar, $9000 ga tushadi. Diskani haqiqiy dumalog'i, diska balonni o'zi $3000. Endi qarang, antiradarga e'tibor berasiz. Diska bilan birga bir kombinatsiya qilingan, даже salonlarigacha. Neoline bilasizlar, sizlarni cho'mchaginglar haqida qayg'uradi. Mana bitta ko'ring. Voy, perforatsiyali, polniy mehr ko'zi yotibdi. Malibu'ga barlargacha ham qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, haqiqatda mashinaga addushi mehr beramiz akalar. Masalan, mana remellarigacha bitta ahamiyat beringlar-da. Bir xil bo'lgan. Endi bu orada sizlarga ma'lumot bermasam bo'lmaydi. $3000 diskani taqdik to'g'rimi? Kattasidan. Endi uni taqqandan keyin hadoy qilmasak bo'lmasdi. Hadoylarni cho'tki qildik. Motorni ham qildik. Motor zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Endi Cobalt bilasizlar-ku, akalar, legenda. Valvali moyni quyganmiz. Bu amerikanskiy brend bo'ladi. Bilasizlar, necha marta sizlarga Valvali haqida ma'lumot berdik. Даже qarindosh urug'larimizga ham shu Valvali moyni maslahat berdik. Даже o'zim mashinamda ham Valvali moy turibdi. Bu dunyoda birinchi patentlangan moy hisoblanadi. Amerikanskiy moy akalar. Endi ish jarayonini darch ko'ramiz.